Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man kazama g'ayzan va huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allohu azza va jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Hatta yukhayyirahu Allohu min al-huril 'ayni ma sha'a." Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, kimki qodir bo'la turib g'azabini yutsa. Birov sizni g'azabingizni chiqardi. Sizning kuchingiz bor, imkoniyatingiz bor o'shanga javob qaytarishlikka. Lekin javob qaytarmasangiz, shu g'azabingizni yutsangiz, Alloh taolo qiyomat kuni butun xaloyiqni boshida o'sha kimsani chaqiradi-da, shahlo ko'zli hurlardan xohlaganichani olishni ixtiyorini beradi dedilar. Ya'ni bu Rasulullohning hadislari, Imom Termiziyda kelgan sahih hadis. Bu dunyoda kechirimli bo'lgan, insonlarga nisbatan kechirimli munosabatda bo'lgan, avf qila oladigan kishilarni mukofotlaridan biri jannatdagi mana shunday hurul aynlar ekan. Allohni o'zi chaqirib butun xaloyiqni oldida berar ekan. Dunyoda g'azabingni yengganing uchun der ekan. Demak, arzir ekan bu dunyoda ozgina g'azabimizni yutsak, ozgina kechirimli bo'lsak, jannatdagi mana shunday mukofotlarga sazovor bo'lar ekan. Yo'inki Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytadiki, astagfirullah, va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa innalloha g'afurur rahim deydi Alloh taolo. Agar afu qilsangiz, koyimasangiz, kechirsangiz, Alloh ham sizlarga nisbatan kechirimli munosabatda bo'ladi dedi. Mana shu oyatni mufassir olimlarimiz aytadilarki, bu dunyoda bandalarga nisbatan kechirimli bo'lgan kishiga Alloh qiyomatda kechirimli bo'ladi dedilar. Qancha gunohimiz bor, ha? Qancha gunohimiz bor, azizlar. Sirotda o'tayotganda oyog'imizdan tortib jahannamga tushira oladigan gunohlarimiz bor. Esimizda bori bor, yo'g'i bor. Bilib qilganimiz bor, bilmay qilganimiz bor. Oshkorasi bor, maxfiysi bor. Ana shu gunohlarimizga nisbatan Alloh ham kechirimli bo'lar ekan, agar biz Allohning bandalariga kechirimli bo'lsak. Arzimaydimi shu? Dunyoda birov dug' po'psa qildi, yo yelka qo'yib ketdi, yo mashinamizni ozgina qisib o'tib ketdi. Alloh uchun kechirsak, shuni evaziga Alloh bizni kechirishligi yaxshi emasmi? Agar biz har bir bizga yomonlik qilgan, har bir gapirgan gapiga javob qaytaradigan bo'lsak, erta qiyomatda Alloh ham bizga nisbatan o'shanday munosabatda bo'lsa, shunga tayyormizmi? Ya'ni shunchalik gunohsizmi? Yo'q azizlar, shu uchun bu dunyoda kechirimli bo'lsak, Alloh taolo ham bizga nisbatan kechirimli bo'ladi.